Assalomu alaykum hammaga. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz hobbies haqida. Vocabulary ko'rib chiqamiz. Am, Mani tavsiyam darsni boshlashdan avval har bitta aytilgan narsani yozib olsangiz ancha foyda bo'ladi. Plus praktika ham qiling. Chunki bu speakingga yondashyapmiz. Speaking uchun spesifik vocab ko'rsatib ketyapman. Iloji boricha ishlatishga harakat qiling. To'xtatib videoni ishlatib ko'rib chiqing. Okay. So, ko'rib chiqamiz. Masalan, hobbies mavzusi juda ham keng tarqalgan mavzu hisoblanadi va speakingda ko'p savollar beriladi. Masalan, what's your favorite hobby? Do you have any hobbies? Yoki what do you do on your free time degan savollar bo'ladi. Umuman bo'sh vaqtingizda nima qilasiz? Hobbilaringiz nima? Nima bilan shug'ullanasiz? Degan qiziqishlaringiz nima degan savollar bo'ladi. Xo'p, o'shalarga to'g'ri javob berish va qanday vocabdan foydalanishni ko'rib ketamiz. Masalan, do you have a hobby deb so'rashsa, siz salgina emotsiya bilan gapirishga harakat qiling. Masalan, yes, mister, absolutely yes. Absolutely yes. Yoki of course I have hobby. Yes. Yoki for sure deb gapirsangiz bo'ladi. Yoki without a doubt. Demak, pozitiv gapirmoqchi bo'lsangiz, o'sha intonationni ham baland qilishga harakat qiling. Rostdan ham bormanda, absolutely yes. Salgina emotsiya bilan gapirishni ham o'rganing, chunki nima desam, baribir speakingda bu narsa kerak. Robotga o'xshab gapirganingiz chiroyli chiqmaydi, to'g'risi. Shuning uchun sal natural chiqishi uchun sal emotsiya ham kerak. Okay. Absolutely yes, of course, for sure, without a doubt. Demak, without a doubtni bilmasligingiz mumkin tarjimasini. Bu shubhasiz degani. Agar bilmasangiz yozib oling, shubhasiz. Shubhasiz ha deymizku, rostdan ham deymizku, shu shubhasiz. Okay. Hobbies deyilmasdan o'rniga sinonim ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, pastimes. Pastimes desa bo'ladi. I have hobbies, I have interests desa bo'ladi yoki leisure activities. Demak, bularni sinonimlari hisoblanadi. Keyingisi, masalan, yes, I have many hobbies. I enjoy doing something. Yes, enjoydan keyin verb ing qo'yishini ko'rib kelsangiz bo'ladi. I enjoy doing, I like doing, yoki I love doing. Menga yoqadi qilish nimadir. Misol uchun, I love dancing. I like playing football. Yes, mana shu enjoy, like, love dan keyin ko'rib turganingizdek ing kelyapti, verb ing qo'shilyapti. Remember. Masalan, do you have a hobby desa, to'xtating videoni va javob berib ko'ring shulardan foydalanib. Masalan, deylik, absolutely yes. I have many hobbies. I enjoy drawing pictures, especially drawing landscapes deb gapirib ketsa bo'ladi. Yes. So, o'zingizni javobingizni berib ko'ring, to'xtatib videoni. Sразу praktika qilinglar demoqchiman. Chunki praktika bo'lmasa, speaking ham oshmaydi. Ming siz bu yerda zo'r vocab yodlayotgan bo'lsangiz ham. Keyingisi. Vocab bank. So, let's see. Masalan, aytsangiz bo'ladi, I like reading books. I enjoy listening to podcasts. Ko'pchilik mana shu to-ni esdan chiqarib yuboradi. Esidan chiqmasin, to bo'lishi kerak. Listening to music, listening to podcast, okay? I like meditating. Meditating degani meditatsiya qilish. Agar bilmasangiz, bu o'sha tinch musiqani qo'yib, shunchaki ongni tozalash, shunchaki bitta joyda o'tirib relax qilish, meditating deyiladi. Agar bilmasangiz, YouTube'ga kirib yozsangiz meditating deb ancha ma'lumotlar topsangiz bo'ladi. I love cooking. Cooking. I enjoy writing stories. Writing stories bu har xil hikoyalar yozish menga yoqadi. I like watching films. Film ko'rish yoqadi. Xo'p, demak bu yerda o'sha like, enjoy, love dan keyin verb ing holatlarini misol sifatida tushuntirib ketganman. Xo'p, endi bu yerda aytsangiz bo'ladi, nima uchun bu narsalarni qilasiz? To unwind. Bu dam olish, rohatlanish degani. Relax bor bizda. Relax bu ham dam olish degani. Recharge my batteries. Bu idiomatic language bo'lgani uchun to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsak, batareykalarni quvvatlantirish. Lekin agar buni o'zimiz ishlatsak, masalan, I like meditating to recharge my batteries desam,
U energiya olish degani. Masalan, odam charchaydi-ku, keyin energiya oladi, quvvatlantiradi o'zini. Mana shu tarjimada keladi. Recharge my batteries. Keyingisi to distress. Distress degani stressdan qutulish. Stressdan qutulish, yes. To escape from reality. To escape from reality degani bu haqiqiy hayotdan qochish, boshqa dunyoda paydo bo'lib qolish. Masalan, kitob o'qiganda ko'pincha shu narsa bo'ladi. Yes, masalan, bu yerda misol berib ketilgan I love reading books to escape from reality. Yes, menga kitob o'qish yoqadi, haqiqiy hayotdan chiqib ketish uchun. Xuddi ichiga kirib ketasiz. You dive into reading books yoki you jump into reading books. Judayam ichiga kirib ketasiz-ku, shu escape from reality deb aytsangiz bo'ladi. To clear my mind degani ongni tozalash. Ongni tozalash, mana shu miyada ko'p o'ylar, xayollarimiz bo'ladi. Mana shuni tozalash uchun shu narsani qilaman. Masalan, men podkast eshitaman to clear my mind. Yoki men meditatsiya qilaman to clear my mind. Sport bilan shug'ullanaman to clear my mind. Yes, you can use it. Xo'p, yoki masalan sizda har xil aktivitelar bo'lishi mumkin va siz bilmayapsiz bu hobbiligini. Balki bu hobbiga kirar, balki kirmas hobbiga va o'sha ekzaminator so'rayotgan paytda ham aytsangiz bo'ladi. So, I love spending time on social media if that counts. If that counts degani agarda bu ham hobbi bo'lsa, agar buni ham hisoblasak agar degan paytda. Agar bu ham hisoblansa degan ma'noda kelyapti. If that counts. Yep. So you can say I love spending time on nature if that counts for a hobby. Desa bo'ladi. If that counts for a hobby. Yes. So zo'r frazalar berilgan. Yana maslahatim to'xtatib videoni ishlating bularni, gapirib ko'ring. Keyingi narsa. Agarda hobbingiz bo'lmasa-chi, nima desangiz bo'ladi? What if you don't have a hobby? You can say, no, I don't have any hobbies, but I'm looking into degani qidiryapman. Boshlash arafasida deymizku shu looking into shularni ko'zlab turibman deymiz, to'g'rimi shu? Masalan, collecting photography, for example, you can say, no, but I'm looking into collecting. No, but I'm looking into photography. Yes, looking into deganda bu men tarjimasini, ma'nosini yozib qo'yganman. Trying to find information about. Nimadir haqida ma'lumot qidirish. Endi ko'zlash degani. Keyingisi, no, but I'm thinking about starting. Bu ham o'xshash fraza, o'sha boshlash arafasida degan ma'noda kelyapti endi bu. Masalan, no, but I'm thinking about starting collecting coins or photography, something like this. Hop. Keyingisi. Bizda types of hobbies bor, har xil turdagi hobbilar. Masalan, hobbingiz bo'lmasa ham endi to'qib gapirishga harakat qiling. Mani maslahatim o'zi hech kim tekshirib o'tirmaydi. Voy, rostdan shu narsani qilarmikan, yo'qmi? Shuning uchun harakat qiling, imagination qilishga, boyitib gapirishga harakat qiling. Masalan, aytsangiz bo'ladi, I like collecting coins. Coins degani tanga. Tangalarni kolleksiya qilish yoqadi. Yoki I like collecting books, yeah, learning languages, writing poetry, stories, yoki reading books, novels. Blogging qilish yoqadi desangiz bo'ladi. Blogging degani blog yuritish. Listening to music, musiqa eshitish, watching films, watching movies. So, har xilcha gapirishga harakat qiling. Hop, ketdik. Oxirgi narsa bu chiroyli, beautiful expressions. Masalan, faqat I like, I enjoy, I love deyurmasdan boshqa frazalardan foydalansa bo'ladi. Masalan, aytsak bo'ladi, I'm passionate about. Passionate degani judayam qiziqaman. I'm passionate about football. Yes, yoki playing football. I'm passionate about drawing. I'm passionate about learning languages. Yeah, I'm crazy about degani. Man, masalan, I'm crazy about cooking bo'lsa, man ovqat pishirish jinnisiman deydi. Judayam qiziqaman shunga. Like crazy degani jinni degani. So, but anyways, you can say I'm crazy about learning languages. Ichiga kirib ketganman. Degan ma'noda kelyapti. Okay. Keyin dalshi gapirsangiz bo'ladi because it's great way deb. Chunki bu yaxshi nimadir uchun. Nima uchun? To expand my perspective, expand degani kengaytirish. Perspective degani bu qarash, dunyoqarash, aynan nazar. Masalan, expand my perspective.
fikrlashni kengaytirish degan ma'noda kelyapti. Kill time, like because it's great way to kill time. Masalan, I like gardening. Okay, I'm crazy about gardening because it's great way to kill time. Menga bog'bonchilik yoqadi, chunki bu yaxshi yo'l vaqtni o'tkazish uchun degan ma'noda kelyapti. Chill out degani dam olish. Manage stress, stressni boshqarish. Fight boredom, zerikishga kurashish. Better myself, o'zini o'zi yaxshilash. O'zimni yaxshilash uchun shu narsani qilaman degan maqsadda. So, bu yerda judayam keraklilarni yig'ganman. Bu faylni Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi. Ko'chirib oling, har birini foydalaning, gapiring. Hobbingiz haqida savollar tashlab qo'yganman Telegram kanalimga. Shu fayldan keyin o'sha savollar turgan bo'ladi. Shu qidirib fayliga kirsangiz hobbingiz turgan bo'ladi. Telegram kanalimni qoldiraman opisaniyada. Albatta, kirib foydalaning, chunki ko'p ma'lumotlar beriladi u yerda. So I hope it was useful for you. Thank you everyone. Subscribe to my channel and put like. It will be big motivation to me. Men uchun katta motivatsiya bo'ladi. Obuna bo'lib qolsangiz. Rahmat hammaga.